Hurmatli kanalimiz obunachilari, mehmonlar, mana Rossiyadan olib kelgan 15 xil uzumni gibrid sortlarini ekish boshladik. Bir 10 xilni ekib qo'ydim, yana bir 5 xil bor. Mana bu yozib qo'ygan, mana bu hammasi 3 TL degan qoldi. Hozir bor ekamiz. 30-40 cm yama kavlab, chuqurlik kavlab, ichiga turpozon soldik. Ozgina suvdan quydik. Keyin o'tgan yilgi go'ngdan olib turib, bu yilgi turpoq bilan 50 kg aralashtirib, tagiga solyapman akajolar. Ozgina solaman. Tagiga ozgina suv quyib yuboramiz. Uzumimiz nomi Pamet 3 TL. Tartib olgandan keyin ustiga turpoqdan ko'mib qo'yamiz ozgina. Mana shunday qilib ekaveramiz. Ekkandan keyin bir ko'rsatib beramiz hammasini nomlari bilan.